AQShda qor bo'roni oqibatida 30 kishi halok bo'ldi. O'zbekneftgazning sobiq rahbari qamoqqa olingan. Tergov davlat xavfsizlik xizmatiga topshirilgan. O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik qilishi mumkin. Rossiya Odessaga yirik dron hujumi uyushtirdi. Erondagi namoyishlarda 30 ming odam halok bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va prokuroriga hayfsan berdi. Endi esa bizda batafsil. AQShda qor bo'roni oqibatida 30 kishi halok bo'ldi. Avvalroq bo'ron qurbonlari soni 11 kishi ekani xabar qilingandi. Halok bo'lganlar orasida Massachusets va Ogayo shtatlaridan bo'lgan 2 kishi bor. Ularni qor tozalash mashinalari urib yuborgan. Shuningdek, Arkansas va Texas shtatlaridagi chana uchayotgan o'smirlar ham vafot etgan. Ma'lum qilinishicha, Nyu-Yorkda 38 santimetrgacha, Pittsburg shimolidagi hududlarda esa 50 santimetrgacha qor yoqqan. Xabar berilishicha, qor bo'roni Qo'shma Shtatlarda 200 milliondan ortiq odamga ta'sir ko'rsatgan. Noqulay ob-havo tufayli milliondan ortiq xonadon elektrsiz qolgan. Yo'llarda muzlash yuz berdi. Bu esa avariyalar sonining oshishiga olib kelgan. Shuningdek, 20 mingdan ortiq aviaparvozlar bekor qilingani yoki kechiktirilgan. O'zbekneftgazning sobiq rahbari qamoqqa olingan. Tergov davlat xavfsizlik xizmatiga topshirilgan. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining sobiq rahbari Bahodir Sidiqov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Ma'lum qilinishicha, ayni vaqtda Sidiqov ish bo'yicha tergovni davlat xavfsizlik xizmatida olib bormoqda. Qayd etish kerak, Bahodir Sidiqov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan O'zbekneftgaz boshqaruvi raisi lavozimidan ozod etilgandi. Uning o'rniga Abdug'ani Sanginov O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi etib tayinlandi. Abdug'ani Sanginov 2017-yildan buyon O'zbekgidroenergiya aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik qilishi mumkin. O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Prezidentning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmon loyihasida keltirilgan. Unga ko'ra, mintaqada ishonch choralarini mustahkamlashga qaratilgan faol harbiy siyosiy muloqotni olib borish, shu jumladan Afg'oniston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, 2026-yil iyunda Markaziy Osiyo davlatlari, shu jumladan Afg'oniston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlik bo'yicha takliflarni ishlab chiqilib, kelishish uchun O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyatiga kiritiladi. 2026-yil sentyabrda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi orqali afg'on tomoniga hamkorlik o'rnatish bo'yicha taklif yuboriladi. Ijobiy javob olingach, oktyabr-dekabr oylarida O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyati bilan kelishilgan holda xorijiy hamkorlar bilan tegishli tadbirlar amalga oshiriladi. Loyihaga ko'ra, jahonda sodir bo'layotgan murakkab global jarayonlarni inobatga olgan holda qurolli kuchlarning qudrati, mamlakatning mudofaa qobiliyati va harbiy salohiyatini yanada oshirish ham maqsad qilingan. Rossiya Odessaga yirik dron hujumi uyushtirdi. 27-yanvar kuni ertalab Rossiya qurolli kuchlari Odessaga 50 dan ortiq hujumkor dronlar bilan hujum qildi. Oqibatda 22 kishi yaralangan. Xarkov va uning atrofidagi hududning qariyb 80% elektrsiz qolgan. Bu haqda rubrika xabar berdi. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, asosiy zarbalar energetika va fuqarolik obyektlariga qaratilgan. 5 ta turar joy binosi shikastlangan, kvartiralar jiddiy zarar ko'rgan. Shuningdek, bitta dron Evangeliy cherkoviga zarba bergan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2 qavatli turar joy binosiga zarar yetkazilgan. Boshqa manzilda 2 qavatli binoning 2-qavatidagi xonadon vayron bo'lgan. Bundan tashqari 4 qavatli turar joy binosining 2-qavatidan 4-qavatigacha bo'lgan kvartiralar vayron bo'lgan. 9 qavatli binoda yong'in chiqqan. 3 kishi vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkin. Hozirda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Dnepropetrovsk viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Aleksandr Ganjaning so'zlariga ko'ra, Rossiya dronlari Krivoy Rogga hujum qilgan. 9 qavatli binoga qilingan zarba kvartirada va balkonlarda yong'inga sabab bo'lgan. Qutqaruvchilar 15 kishini evakuatsiya qilgan va hech kim jarohat olmagan. Erondagi namoyishlarda 30 ming odam halok bo'ldi. Eronda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari vaqtida 30 minggacha odam halok bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylariga tayanib, Time nashri xabar berdi. Bu ma'lumotni jurnalistlar bilan suhbatda Eron Sog'liqni saqlash vazirligining 2 nafar yuqori lavozimli rasmiysi anonimlik sharti bilan keltirgan. Nashrning ta'kidlashicha, halok bo'lganlar soni shunchalik ko'p bo'lganki, favqulodda xizmatlarda jasadlar uchun mo'ljallangan xaltalar yetishmagan. Tez yordam mashinalari o'rniga esa
esa tirkamali tortuvchi texnikalardan foydalanishga to'g'ri kelgan. Eron rasmiylari tomonidan 23-yanvar kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, namoyishlar oqibatida 3117 kishi halok bo'lgan. Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining aytishicha, ular orasida 2427 nafar aholi, tinch aholi vakillari va xavfsizlik xodimlari, shuningdek 690 nafar terrorchi bor. Time jurnali suhbatdoshlari keltirgan raqamlarni mustaqil tarzda tasdiqlay olmaganini qayd etadi. Biroq maqolada aytilishicha, bu ko'rsatkichlar shifokorlar va favqulodda xizmatlar xodimlari tomonidan olib borilgan hisob-kitoblarga yaqin. Jurnalistlar bilan suhbatlashgan shifokor Amir Parastarining aytishicha, u tayyorlagan hisobotda harbiy shifoxonalardagi morglarga olib kelinganlar, shuningdek hisob-kitob olib borilmagan hududlardagi qurbonlar inobatga olinmagan. Uning fikricha, real qurbonlar soni bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va prokuroriga hayfsan berdi. Shavkat Mirziyoyev 27-yanvar kuni o'tkazilgan xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev va prokuror Anvar O'rmonovga hayfsan berdi. Davlat rahbarining ma'lum qilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar tizimidagi tergovchi va surishtiruvchilar faoliyatida sifat yo'q. Masalan, xodimlarda malaka yetishmagani uchun o'tgan yili 833 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmay hisobdan yashirilgan. Shaharda jinoyatchilik 2000 taga kamaytirildi deb hisobot berilgani bilan poytaxtdagi 26 ta mahalla qizil, 465 tasi sariq toifada qolgan. Respublikadagi 208 ta tuman ichida Chilozor oilaviy zo'ravonlik, talonchilik, bezorlik bo'yicha, Yunusobod bosqinchilik bo'yicha birinchi o'rinda, yoki o'tgan yili Yashnobod va Mirobodda qotillik, Olmazorda tan jarohati, Shahontohurda talonchilik holatlari eng ko'p bo'lgan. Shu bois yaqinda ushbu tumanlar ichki ishlar boshliqlarining barchasi yangi qo'yildi. Ular tashabbus qilib, hududida jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha keskin o'zgarish qilishi kerakligi ko'rsatib o'tildi. Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev, Toshkent shahar prokurori Anvar O'rmonov faqat mikroavtobusda shahar aylanish bilan band, dedi prezident.